Farg'ona shahar hokimiyati hududida birinchi qavatda joylashgan 3 xona, 2 ta sanuzilli podvali bilan zo'r kvartira ko'rsatamiz. Agarda shunaqa uylardan havas qilgan bo'lsangiz, like bosib yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Hamma niyat qilganlarga kamida shunaqalardan olish nasib qilsin. Domimiz pishig'ishda ko'tarilgan bo'lib, ushbu xonadonimiz umumiy maydoni 165 metr kvadratdan iborat. Kirishimiz bilan katta hol, o'ngda birinchi sanuzil, undan keyin mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Remontlar yaxshi holatda, radiatorlar orqali isitiladi. Bilasizlar, bu hududlarda gazlari ham zo'r. Mehmonxonadan keyin shunaqa keng oshxonamiz o'rin olgan bo'lib, barcha sharoitlari mavjud. Ba'zi shaxsiy buyumlardan tashqari hamma mebel texnikalari qolar ekan, jumladan stol, stullar, mehmonxona, yotoqxona, oshxona mebellari, 3 ta konditsioner, 3 ta televizor, muzlatgich, kir mashina, gilamlar va hokazo. Oshxonamizdan so'ng ikkinchi sanuzil, undan keyin esa o'zini garderobi hamda balkoniga ega yotoqxonamizni ko'rishingiz mumkin. Sifatli eshik romlar, aylanasiga hamda tashqi oynalarga temir reshotkalar qilingan. Azizlar, ko'rib turibsizlar, kvartiramizning barcha xonalari katta-katta, domimizdan birinchi qurilgan novostroykalardan bo'lib, devorlari tinch, tashqarida aylanasiga katta огородlari bor. Ushbu Farg'ona shahar hokimiyati hududida birinchi qavatda joylashgan 165 metr kvadrat 3 xona va qo'shimchasiga 30 metr kvadrat podvalga ega kvartiramizga egalari 99 ming so'rashyapti. Narxini yana tushib berishar ekan. Pastda opsiyada nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin.